Bitta o'zbek Gavayi orollarida aylanib yurgan ekanda. Negerga ko'z tushib qopti. Qarasa neger banan daraxtining tagida yotganmish, oyog'ini osmondan qilib, mazza qilib damda olib. Haligi negerning yoniga boribdi-da, o'zbek aytibdi. Ey neger, o'rningdan turib ishlab, bananlar sotsang dedi, pul bo'ladi, shunaqa qilsang bo'lmaydimi desa, neger qarab turib, keyinchi debdi. Keyin puling ko'p bo'ladi, yana banan daraxtlari ekasan debdi. Neger qarab turib, yana nimaga debdi. Keyin ular sotganingdan keyin mashina olasan, uylar qurasan, keyin butun boshli banan haligisini qilasan, bog'ini qilasan debdi-da. Keyinchi debdi negeram, erinmagan ekanda negeram. Keyin aytdi, nima qilarding, topgan pullaringni dedi, ishlatib yotasan oyog'ingni osmondan qilib debdi o'zbekka. O'zbek aytibdi negerga. Yani neger qarab turib, hozir nima ish qilyapman debdi o'zbekka qarab. Aytmoqchimanki, o'zbeklar hech qachon dam olmaydi borku. Ishda bo'lib ketamiz borib. O'sha bolalarimizga uy quramiz, o'qitamiz deymiz. Undan keyin yana boshqa tashvishlar, ish qilib o'zbekning umri uy qurish, buzish bilan o'tib ketar ekan deb olib qarasa borki. Hech o'zbek o'zi uchun yashamas ekan. Mayli, nima deymiz? Elga kelgan to'y deydi.